Assalomu alaykum. 4 oylik chaqalog'imda quloq qismi orqasida oq mayda dog'chalar paydo bo'lgandi. Hozir 9 oylik dog'lar kattalashib, tiniqlashyapti. Bu ham vitiligomi deyilibdi. Bu vitiligo yoki vitiligo emasligini oddiy ko'z bilan ko'rib, undan keyin maxsus o'sha wood lampalarida ko'rib, undan keyin biz bir xulosa berishimiz mumkin. Shunchaki sizni savolingizga qarab yoki rasmga qarab aniq tashxis qo'yib bo'lmaydi. Chunki vitiligo deb tashxis qo'yilsa, bilasiz, birinchidan katta stress ko'pchilikka, ikkinchidan qancha dori-darmon. Agar u oq dog' bo'lmasa-chi? Oylab shunchaki dori-darmon olib, surtib yurgan, oq dog' deb o'ylab qo'rqib, lechini olib yurgan qancha ota-onalar deyarli har kuni bizga murojaat qilib kelishadi. 3 oydan beri davolanyapman, uxlaganim yo'q, sog'lig'imni yo'qotdim, tushkunlikka tushib qoldim. Shu sababli kelish kerak, tekshiruvlardan o'tish kerak, vrachlar bilan maslahat qilish kerak. Undan keyin bir aniq tashxis qo'yish mumkin.